Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bizning yangi ishlarimiz bitdi. Akfa alyumin zolotoy dub. Oynalar yo'lviy bir qavat 3 ta oraliqdan ochib berganmiz. 3 ta moskitniy setkalari bilan. Bu joyimizga 2 xonali eshik qo'yib berilgan, tashqariga ochiladigan qilib. Bu joyimiz 4 ta oraliq 13 milyon 300 ming so'mga bitdi. Akfa alyumin zolotoy dub, hamma narsasi toza. Aynalar yo'lviy bir qavat. Stullarimiz tashqarisi o'ralgan. Xudo xolasa regirovkalari go'zal. Bu joyimizga endi xudo xolasa uydagilarga shul bersa, podokonniylarni qo'yib beramiz. Podokonniylarni ham olib kelib berganmiz. Bu joyimiz 3 yil, 4 yil bo'ldi o'rnatib berganimizga. Bu xonadon egalari yana bizga xizmat aytishdi. Bitgandan keyin bitta to'liq obzor qilamiz.